Короче, aksiyani bombasini boshladik. Mana shu 60 kvadratlik novostroykamiz srochniga 51500 ga sotilyapti. Faqat ulgurib qolamiz. 60 kvadrat, kvadrati $1000 dan ham past bo'lyapti. Zaxadajvi postroyka kirpichlik domimiz. Mana shu eshikdan kiraverish, chap qo'limizda mana shu garderob shkaf bor, bonka qo'yadigan joyi. Mana shu pirixoshka. Gapni to'g'risi, bu uyimiz 56000, 57000 narx qo'yilgandi. Hozir akamiz bilan gaplashib, maksimum mana shu narxini tushirib 51500 ga qo'yamiz. Batareyasi bor. Ana endi kattalar uchun yotoqxonani ko'rsataman. Kattalar uchun yotoqxona, do'xspanli divan, trezasi bor, ikkita batareya bor, mana shu birasi ham bor. Qat bilan eshiting, videoni oxirigacha ko'ring. Короче, novostroyka, Sagdiana obitsomsani to'g'risida, do'xontirni kotel turibdi, gaz plita, vitishka, rakvini hamma sharoiti bor. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu xona yaqinlarga srochli tashanglar, chunki bunaqangi uylar har kun ham chiqavermaydi bunaqa narxda. Razdelni bo'ladi, alohida unitazi bo'ladi. Alohida mana shu yerga vannasi, rakvini, sushilka ham bo'ladi. Sagdiana obitsomsani to'g'risida novostroyka 6 qavatlik binoni 5-qavatda joylashgan, 51500, sunnatiga muvofiq ozgina savdosi ham bor.